Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Kecha 17-oktyabr kuni Toshkent shahri Yashnobod tumanida Cherry rusumli avtomobil Malibu rusumli avtomobilning ustiga chiqib ketdi. Bu haqda poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Marhamat, videolarni ko'ramiz. Qayd etilishicha, soat 15:20larda Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasida Cherry, Malibu 2 va 2 Cobalt rusumli transport vositalari o'zaro to'qnashuvi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Bildirilishicha, YTH oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Holat yuzasidan Toshkent shahar IBB mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Boradigan joyingizga 5 minut sal keyinroq borsangiz, osmon uzilib yerga tushmaydi. O'zingizni asrang. Siz oilangizga juda ham keraksiz. Avvalo qilayotgan xayrli ishlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Xayriya tadbirlaridan xabari bor inson sifatida aytaman, bu juda ham mashaqqatli va mas'uliyatli ish. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Sardor Rahimxon mualliflik huquqi buzilganligi va tayyoriga ayyor chiqadigan blogerlar faoliyati yuzasidan video murojaat bilan chiqdi. Barchamizga ma'lumki, Sardor Rahimxon jamoatchilik hayotida faol ishtirok etib keladi. U yaqinda amalga oshirilgan 60 kabutar nomli xayriya loyiha yuzasidan ommaga rasmiy murojaat yo'lladi. Gapirib bermayman, keling, undan ko'ra o'zingiz ko'ring. Assalomu alaykum va rahmatulloh, aziz hamyurtlar. Men hech bunaqangi video murojaat qilmagandim, lekin hozir qilishga majburman. Biz hozir mana Samarqanddan qaytyapmiz. Xabaringiz bor, kuni kecha Samarqand shahrida 60 ta kabutar loyihamiz bo'ldi. Alhamdulillah, juda go'zal bo'ldi, juda fayzli bo'ldi.